Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda narxlar pasaygani aytildi. Ishonasizmi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Joriy yilning aprel oyida O'zbekistonda umumiy yillik inflyatsiya 7% ni tashkil etib, o'tgan oyga nisbatan biroz pasayish trendini ko'rsatdi. Bu haqda Markaziy bank xabar berdi. Qayd etilishicha, eng ko'p xizmatlar sektorining narxlari ortgan. Masalan, sartaroshxona, shifoxona, transport, ta'lim kabi xizmatlar narxi yiliga 12% ga oshgan. Bunda elektr energiya, tarmoq va suyultirilgan gaz narxlarini oshish ta'sirini umumiy inflyatsiya 5.8% ga, xizmatlar inflyatsiyasi esa 6.9% ga teng bo'lgan. Bu boshqa ko'rsatkichlarga qaraganda 2 barobar yuqori degani. Shu bilan birga, keyinchalik xizmatlar narxi ham pasayish ko'rsatgan. Oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlarining inflyatsiyasi 5.9% va 5.2% ga teng bo'lgan. Oziq-ovqat bozorida esa aksincha, uning o'tgan oy uchun bazaviy inflyatsiyasi tezlashgan. Bunga asosiy sabab qilib go'sht, shakar, bug'doy, uni va kartoshkani qimmatlashgani ko'rsatilgan. Iqtisodchilar ko'p ishlatiladigan bazaviy inflyatsiya mavsumiy va energiya narxlari ta'sirini olib tashlagan holda hisoblangan ko'rsatkich bo'lib, u iqtisodiyotning haqiqiy haroratini o'lchaydi. Aprelda mana shu umumiy bazaviy inflyatsiya 5.6% ga tushgan. 2024-yilda u 9.8% bo'lganini esga olinsa, bu sezilarli o'zgarish. Regulyator ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyida yillik inflyatsiya foizining pasayishi fonida hali narxlar oshishi davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning narxi oshishi haqida xabar qilingan edi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash xabarlardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.